Assalomu alaykum. Annyeonghaseyo. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Sizlar bilan koreys tilini noldan o'rganishni boshlagandik. Bugun inshaalloh 4-darsimiz. 4-darsimiz. Xo'p, davom etamiz bo'lmasam. Bismillah. Xo'p, bundan oldin takrorlagan edik harflarimiz jami 40 ta bo'lib, ulardan 20 bittasi o'nlik, 19 tasi o'ndosh. Ular ikki turga bo'linib, oddiy o'nliklar 10 ta, qo'shma o'nliklar 10 bitta va oddiy o'ndoshlar 14 ta, qo'shma o'ndoshlar esa 5 ta qilib biz o'rganganimiz oddiy o'nlik va oddiy o'ndoshlarni shu paytgacha o'rgangan edik. Bugungi o'rganadigan mavzuimiz esa qo'shma o'nliklar. Qo'shma o'nliklarning yana bir nomi, qo'shma o'nliklarni yana biz difton ham deb ataymiz. Difton ham deb ataymiz. Qo'shma o'nliklarni difton ham deb ataymiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi harfimizdan boshlaymiz. Birinchi harfimiz o'zimizni lotincha h ga o'xshab ketadi, e ga o'xshab ketadi. Yozilish qoidasi ham xuddi shunaqa. Mana birinchi harakat, ikkinchi harakat va uchinchi harakat. Xo'p. Birinchi harakat, ikkinchi harakat, uchinchi harakat. Bu harfimiz e harfi. E harfi ko'pincha buni yana bir e harfi bor. Shu bilan taqqoslayotganda buni yopiq e deb ham aytishadi. Xo'p, keyingi harfga o'tamiz. Xo'p, bundan oldingi o'nli harflarda o'tgan darsimizda bir tayoqchadan tashqari yana bir tayoqcha qo'shib berishi bizga nima harf beryapti? Y harfini beryapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Hozir oddiygina o'rtasida bir tayoqchaligimiz e harfi bo'lganda, endi o'rtasiga yana bir tayoqcha qo'shilgani bu bizga y harfini qo'shib y harfi bo'lyapti. Bu harfimiz demak y harfi bo'ladi. Yozilish usuli esa 1 2 3 4. 1 2 3 4 bo'ladi. Xo'p, nimani? Gorizontal qismini o'tgan safar tushuntirganimda mana bu uzun holatda yoki nimadan chiqarib yuborgan, vertikal qismidan chiqarib yuborgan holatda qilsak noto'g'ri hisoblanadi. Xo'p, demak bu harfimiz y harfi bo'ldi. Yozilishi 1 2 3 4. Y harfi. Keyingi harfga ketamiz. Keyingi harfimiz mana bundan oldingini yopiq e degan edik-ku, birinchi harfimiz. Endi buni ochiq e deyiladi, ochiq e. Buni farqi juda minimalniy farqi bor. Misol uchun e bilan e. Odatda karslarda o'zi ham misol uchun nima so'zlarda kelib qolsa, qaysi biri birinchi kelayotganligini, qaysi bir e kelayotganligini anglash qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz u harfni ham bu harfni ham e deb, bu harfni ham e deb yodlab olsak, shunisi o'zi kifoya qiladi. Xo'p, bu harfimiz ham e bo'lib, yozilish qoidasi 1 2 3. 1 2 3. Xo'p, bu harfimiz endi e harfi bo'ldi. Bu harfimiz ham endi y harfi. Nargi e bilan ikkita ochiq va yopiq e ni yodlab olganimiz singari, buni ham oddiy y deb yodlab olsak kifoya. Bu harfimiz ham y, bu harfimiz ham y harfi bo'ladi. Xo'p, endi y harfimiz yozilish qoidasi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ushbu holatda yoziladi. Bu harfimiz ham y harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz bu va harfi. O'zi o'nliklar, o'zi qo'shma o'nliklar o'zini nomi bilan nima? Qo'shma ikkita o'nlik harfning bir-biriga qo'shilib kelishi. Bularda nimaga unaqa qilgan desanglar, ular koreys nimalari v harfini talaffuz qila olmaydi. V harfi o'zi yo'q. V harfini shunaqa ikki o'nliklarni urishtirib yasash orqali v harfi yasaladi. Xo'p, endi ko'rib turganinglardek bu qismi o harfi, bu qismi a harfi. O harfi hamda
a harfi qo'shilyapti-da, o a bo'lib turib va bo'lyapti. Va harfi tashkil qilinyapti. Endi yozilish qoidasi bo'lsa, birinchi o yoziladi. 1 2. Keyin esa unga yopishtirilgan holatda a harfi yoziladi. 1 2. 1 2 1 2. Bu harfimiz demak va harfi hisoblanadi. Xo'p, keyingi harfimiz bu o bilan o harfi bilan yopiq e dedik-a. Bundan oldingi 2 ta yoki 3 ta harfdan oldingi yopiq e harfini birlashtirib bular v harfini tuzishgan. V harfi yozilish qoidasi esa birinchi o harfi yoziladi, keyin esa e harfi yoziladi. Bular bir-biriga qo'shilgani, ulangani ma'qul, chunki bular bitta harf hisoblanadi. Xo'p, demak 1 2 3 4 5 o va e harfi v harfini tashkil qilyapti ekan. Bu harfimiz demak v harfi. V. Keyingi harfimiz esa ko'rib turganinglardek o hamda i harfini birlashgani, o va i harfini birlashgani, bu harfimiz demak v harfi bo'lyapti. Birinchi yozilish qoidasida o deb yozib olamiz va i ni bunga ulab qo'yamiz. Bu harfimiz endi v harfi bo'lyapti. V harfi. O'zi v harflarimiz 3 tamikin bor. Hozir yana ko'rib chiqamiz qolganlarini ham. Bularda ham haligi yopiq ochiq singari minimal farqi bor. Shunday shu turishda v deb yodlab ketsak, shuni o'zi kifoya qiladi. Xo'p, keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu u harfi hamda o harfi. U harfi hamda o harfini birlashtirib va harfini keltirib chiqarishgan. Yozilish qoidasi esa birinchi u yozib olamiz, 1 2, keyin o harfini yozamiz. Hamma harfimiz bir-biriga tutashayotganda endi imенно va harfimiz bir-biriga yopishmaydi. Mana ko'rayotganinglardek o'zi bilan bir-biriga tutashgan joyi yo'q. Xo'p, demak yozilish qoidasi birinchi u va o. Va. Xo'p, keyingi harfimiz ham v harfi, aytib o'tdim, v harfimiz 3 ta deb. Endi bu harfimiz u hamda ochiq e harfini birlashtirgan holatda yasalgan v bo'lib, bu jicha u bilan aytilsa, nimada to'g'ri talaffuz qilingan bo'ladi. Narigilarimiz v bo'lsa, bu v. Ko'rib turganinglardek kichkinagina haligi mizerniy farqi bor. Biz shunchaki v qilib yodlab ketsak bo'ladi. Endi yozilish qoidasi birinchi u harfini yozib olamiz va keyin e harfini, ochiq e harfini unga qo'shib yozamiz. Bu harfimiz endi v harfi bo'ldi. V harfi. Keyingi harfga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu u bilan i harfini birlashgan. U hamda i harfini birlashtirib bular ui. Demak vi harfini yaratishgan. Vi harfini yozilish qoidasi birinchi u yoziladi va unga i harfi qo'shiladi. I harfi qo'shiladi, bir-biriga tutashadi. U harfi va i harfi. Ui bo'lib vi deb talaffuz qilamiz. Xo'p, keyingi harfimiz bu ikkita uy hamda i ni birlashtirib uy qilib talaffuz qilamiz. U hamda o'zi tugmalar bilan yozilish kerakligini esimizda bor, to'g'rimi? Men hozir tugmalar bilan yozib yubordim. Bular hammasi nima bilan keladi? Tugmalar bilan keladi o'zi asli. Buni qoidasini ikkita oldingi darsda o'rganganmiz. Demak, bu harfimiz uy bo'ldi. Yozilish 1 2 1 2. Endi buni ko'rayotgan bo'lsanglar, bosmachasida to'g'ri tushgan, mana bunaqa to'g'ri bo'lib tushgan. Biz bo'lsa ikkisini da sal qiyinroq yozsak, yozilish qoidasiga
to'g'ri mos bo'lgan bo'ladi. Mana bunaqa sal qiyinroq yozamiz. Bu harfimiz demak i harfi bo'ldi. Xo'p, endi qolgan harflarni bir jamlab chiqamiz. Harflarimiz demak e harfi dumaloq bilan kelyapti. Buni nimaga kelayotganligini bilamiz. Ullilardan oldin to'ldiruvchi vazifasida keladigan oddiy grammatik qo'shimcha. Ullilardan oldin kelsa o'qilmasdi va tarjima qilinmasdi. Xo'p, endi birinchi harfimiz e harfi. Buni yopiq e deb aytdik. Yozilish qoidasi esa 1 2 3. 1 2 3 bo'ldi. Keyingi harfimiz y harfi. Y harfida ikki tayoqcha, e harfiga bitta tayoqcha qo'shib bo'lganimiz y bo'ldi. Endi keyingi harfimiz ham ikkovsi bir xil, faqat bittasini ochig'i va yopig'i qilib yodlab ketsak bo'ldi. Xo'p, bunimiz endi yozilish qoidasi 1 2 3. 1 2 3 bo'ladi. Keyingi harfimiz ham y harfi. Bu ikkovsi bir-biriga bir xil. Ikkovsi ham y bo'ladi. Xo'p, endi buni yozilish qoidasi 1 2 3 4. 1 2 3 4 bo'ladi. Xo'p, keyingi harfimiz o va a da birlashgani va harfi edi. Va harfi. Bu harfimiz birinchi o, keyin esa a yoziladi. O, keyin a. Va harfi. Xo'p, keyingi v harfimiz. V harfimiz birinchi o, keyin e harfi yoziladi. O hamda e yoziladi. Bu v bo'ldi. Keyingi v harfimiz o bilan i harfi qo'shilib kelgan. O bilan i harfi qo'shilib kelgan. Vo harfimiz esa u bilan o ning qo'shilib kelishi. U hamda o. Vo harfi. Keyingi v harfimiz esa u hamda e. Ochiq e ning qo'shilib kelishi. U hamda ochiq e. Bu harfimiz v bo'ldi. Endi v harfimiz esa u harfi bilan i harfini qo'shilib kelishi. U harfi hamda i harfining qo'shilib kelishi bo'ldi. Xo'p, keyingi oxirgi harfimiz esa ikki i hamda u harfining birlashishi i bo'ladi-da. Xo'p, i bo'lib i deb talaffuz qilinadi. Xo'p, shu bilan bugungi qo'shimlilarimiz jami 11 ta edi. 11 alosini o'rganib chiqdik va endi shunga aloqador mashqlarni bajarishga o'tamiz. Birinchi kelinglar o'qib chiqamiz. Nimalarda qanaqa talaffuz qilinadi. Xo'p, birinchi nimamiz chumol ekan. Chumolini biz kemi. Bu harfimiz esinglarda bo'lsa e bo'lib yopiq e deb talaffuz qilamiz degandik. Xo'p, keyingi harf nimamiz? So'zimiz bu nima? Kema. Kemani biz p deymiz. Keyingi qushni biz esa se, quyosh, he. Xo'p, endi bu ofitsiant desa murakkabroq. Bu u hamda e harfimiz birlashtirilgan qanaqa v harfi edi. Endi veito deymiz. Veito demak ofitsiant bo'ldi. Xo'p, endi qaychini biz kavi deymiz. Xo'p, keyingi harfimiz esa bu yerda e harfi kelyapti. Ochiq e harfi. Bu esa q harfimiz edi. Kamera bo'ladi. Xo'p, bu esa shirinlik degani. Shirinlikda bu yerda k dan pastida bizga o bilan a harfini birlashganini beryapti. O bilan a harfimiz bu va edi. Endi qua qilib o'qiymiz. Quaza bu shirinlik degani. Xuddi shunisi kelib, endi bu nimada? Bo'g'inda, keyingi bo'g'inda kelyapti. So'zning ikkinchi bo'g'inida. Hop, sagua bu olma degani. Endi bu yerda h harfini birinchi bergandan keyin h dan keyin o bilan i v harfimiz kelyapti. Hve talaffuz qilamiz. Hwesa bu ishxona, firma degan ma'noni bildiradi. Hop, keyingi harfimiz bu
ikki tayoqchalik ochiq ye harfimiz edi. Ye harfimiz. Shige, 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 shige bu soat degani. Keyingi harfimiz hui, hui, hui bu majlis degani. Xo'p, keyingisi uysa, uysa, uysa shifokor, uyja, uyja, uyja stul. Keyingisi sichqon desa biz twi, twi der ekanmiz. Xo'p, endi buni yozilish qoidalarini qayta ko'rishni maslahat beraman. Harflarni yozib nima qo'l keltirishni ham maslahat beraman va hozir o'qigan nimalarimizda talaffuzlarini qayta ko'rishinglarni ham maslahat beraman. Lug'at daftar qilib turib, lug'atga bu ushbu lug'atlarimizni yodib olib, yodlasanglar, lug'at boyligimizni ham sekin oshirib borishni boshlagan bo'lamiz. Xo'p, endi mashqlarga o'tadigan bo'lsak, bularni to'ldirib, o'tgan darslarimiz singari to'ldirib jo'natsanglar, biz yozilish qanchalik to'g'ri bo'lganligini biz ko'rib, sizlarga nimasini aytamiz, natijasini. Xo'p, endi o'tgan darslarimiz singari harflarni o'zlashtirib, ular o'zlashtirilganligi borasida testlarni bajarar edik. Esinglarda bo'lsa, hozir men audio qo'yib beraman. Audioning nimasiga qarab turib, to'g'ri talaffuz qilingan yoki to'g'ri talaffuz qilinmaganligiga qarab birinchi mashqimizda kauslarning ichiga x yoki 0 qo'yib chiqar edik. Ikkinchi mashqimizda esa bu 5 ta 6 ta nimalarni o'qib beradi. O'qib bersa, qaysi birini birinchi o'qiganligiga qarab pastiga tartib raqamini qo'yardik. Endi mana hozir o'zi birinchi namunani berib qo'yapti. Birinchi demak kvazani o'qiydi-da, shuning uchun 1 qo'yilgan. Keyin misol uchun S da o'qiydigan bo'lsa, biz bu yerga necha 2 qo'yishimiz kerak. Keyin buni o'qiydigan bo'lsa, bunga 3 qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'tgan mavzu mashqlarimiz nimasida esinglarda qolgan bo'lsa kerak. Xo'p, demak, nimani boshlaymiz. Men sizlarga nimani audio qaysi nimada ketayotganligini belgilab turaman. Xo'p, bismillah. 연습 1. 들어보세요. 1. 잘 듣고 맞으면 O, 틀리면 X 하세요. 1. 에, 2. 예, 3. 와, 4. 위, 5. 왜, 2. 잘 듣고 알맞은 것을 찾아 번호를 쓰세요. 1. 과자 2. 웨이터 3. 더워요 4. 회사 5. 서예 6. 귀 Xo'p. Birinchi mashqimiz menimcha tushunarli bo'ldi. Endi ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Ikkinchi mashqimizda hozir uchinchi nimani mashqni boshlaydi. Uchinchi mashqda bu ikkosidan bittasini o'qib beradi. Qaysi biri to'g'ri bo'lsa, shuni belgilashimiz kerak. Men qaysi raqamda ketayotganligini belgilab turaman. Qaysi birini o'qisa, shuni belgilaymiz. Xo'p, keyingi 4-mashqda esa so'zlarning bittadan bo'g'ini yoki bittadan harfi qoldirib ketilganini ko'rayotganingizdek, bu bitta katay degani bitta bo'g'in degani. Bittadan bo'g'ini qoldirib ketilgan, bizga to'liq so'zni o'qib beradida, qaysi bo'g'in tushib qolayotganini bo'lsa, shuni biz tovushiga qarab turib yozishimiz kerak. Men birinchi nimani namuna sifatida yozib beraman, qolganlarini esa o'zimiz topib yozishimiz kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi. Nimani boshlaymiz.
3. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 1, 개미, 2, 얘기, 3, 세수, 4, 사고, 5, 왜, 6, 회사, 7, 무, 8, 시다, 9, 쥐, 10. 이사, 사. 잘 듣고 쓰세요. 1. 예쁘다. 2. 쉬다. 3. 사과. 4. 뭐. 5. 의자. 6. 추워요. Xo'p, shu bilan mashqlarimiz bu ikkinchi mashqlarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Agar tushunmayotgan bo'lsanglar, videoni yana qayta ko'rishni tavsiya qilaman. Shunda imkonsiz baribir bir nima bo'ladi yoki bo'lmasam Telegram kanallaridan, Telegram guruhlarimizdan bizga murojaat qilsanglar, yozgan mashqlarni tekshirgach, bunga qandaqadir xatolik bo'layotgan bo'lsa, xatoliklarni tushuntirib, obzor qilib berishimiz mumkin. Hop, keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashqimiz crossword singari. Crossword singari ushbu berilgan hozir 7 ta yo 8 ta nimani rasmdagi so'zlarni ushbu nimalardan bir-biriga ulab topishimiz kerak. Xuddi mana namunani ko'rsatgan singari. Misol uchun chu vo yo deb turib, uchosini chuvoyo so'zini bitta nimaga olgan. Chuvoyo so'zi bu sovuq degani, Chuvoyo sovuq degani. Endi bularni yozgach biz hozir tepadan topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi nimamiz bu fotokamera. Kamerani biz kamera deymiz. Kamera bu birinchi rasm bo'ldi. Xo'p, ikkinchisi bu stul. Stulni biz ija deymiz. Ija bu ikkinchi rasm bo'ldi. Xo'p, endi uchinchisi bu mol go'shti. Mol go'shtini biz svikogi deb ataymiz. Svikogi. Bu uchinchi rasm bo'ldi. Endi to'rtinchi rasm doktor vrachni biz uysa deymiz. To'rtinchi rasm. Xo'p, endi bu tarelkada bu shirinlikni biz nima dedik? Kvaja bu shirinlik bo'ldi. Xo'p, oltinchi rasmimiz bu ofitsiant degan edik. Ofitsiantni biz waiter deymiz. Bu oltinchi rasm bo'ldi. Xo'p, yettinchi rasm esa ko'p turganlardek cho'chka. Cho'chkani biz tveji deymiz. Tveji. Xo'p, 8-rasm bu sweater yoki jemper deymiz. Buni esa biz sweater deymiz. Karichasiga sweater bo'ladi. Bu 8-rasm bo'ldi. Xo'p, oxirgi 9-nimamiz esa bu chumoli. Chumolni biz kemi deymiz. Kemi. Bu 9-rasm bo'ldi. Endi shu 9 ta nimani so'zda ushbu nimalardan topishimiz kerak bo'ladi. Endi ketishimiz mumkin nimada?
belgilab bunday qilib turib bu tomonga qarab ketishimiz mumkin yoki hozir mana chuvoyni ko'rgan singari mana bu holatda ketishimiz mumkin yo pastga qarab ketishimiz mumkin. Tepaga qarab ketolmaymiz. Bunday ketolmaymiz. Bu noto'g'ri bo'ladi. Bu yoqqa qarab ham ketolmaymiz. Ushbu yo'nalishda ketolmaymiz. Bu ham noto'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi birinchi nimani topadigan bo'lsak, mana q kelyapti. Q bilan boshlanadigan nimamiz bor edi? Albatta, kamera bor edi. Qni topganimizdan keyin 3 ta nimasidan me ni topishimiz kerak. Demak, me shu yerda kelyapti. Kamera bo'lib, kameramiz topilyapti. Birinchi nimamiz bajarildi. Shu yo'nalishda, shu nimada hamma nimasini topishinglar kerak bo'ladi. Topib turib menga jo'natsanglar, buni yana tekshirib beraman. Xo'p, 9 ta chiqish kerak. O'zi boshqa yana so'zlar ham bor, lekin biz hozir bilishimiz kerak bo'lgani 9 ta. Ushbu 9 ta so'zni topgach, lug'atlarini ham yozib, lug'at daftaringlarga yoki lug'at nimalarga qo'shib qo'yishinglarni so'rayman, yaxshi bo'ladi. Qo'shib qo'ysanglar, lug'at boyligimizga yana qo'shimcha so'zlar bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi darsimiz. Bugungi darsimiz shu yoqqacha. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa nimaning koreys tili alifbosining unli harflarining ham qo'shma unlilarini ham yana bir nomi diftonlarni o'rgangan bo'ldik. Mashqlarni bajaringlar, mashqlarni bajarib Telegram guruhimizda tashinglar, tekshirib beramiz. Xo'p, bo'lmasam darsimiz shu yergacha. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar. Ilm olishda charchamanglar. Annyeonghi keseyo.